O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 30-yillik munosabati bilan Hazaras tumani hokimligi tomonidan tashakkurnoma bilan taqdirlandim. Bu mening xizmatimga, mas'uliyatimni oshiradi. Shu munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi xalqini bayram bilan tabriklayman. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 1992 yil 8-dekabrda qabul qilingan. Konstitutsiyamizning har bir bobida, har bir moddalarida insonlarimizning haq-huquqlari himoyalanadi, inson qadri qadrlanadi. Mana bugun Konstitutsiyamizning 33 yilligi respublikamiz miqyosida keng nishonlanmoqda. Xususan bizning tumanimizda ham bugun Konstitutsiyamizning 33 yilligiga bag'ishlangan tadbirimiz ko'tarinki ruhda o'tkazildi. Shu fursatdan foydalanib barcha yurtdoshlarimizni bayram bilan muborakbod qilamiz. Har bir sohada, ta'limda, sog'liqni saqlashda, iqtisodiyotda, ijtimoiy hayotda kechayotgan yangilanishlar o'zining huquqiy asosini aynan Konstitutsiyamizdan oladi. Eng muhimi uning markazida inson, jamiyat, davlat tamoyili turibdi. Bugun O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 33 yilligi tumanimizda keng nishonlandi. 33 yil bu tarix uchun bir lahza xolos. Lekin shu qisqa davrda jonajon O'zbekistonimiz mustaqil, suveren davlat sifatida shakllanib, jahon hamjamiyatiga munosib o'rin egalladi. Tom ma'noda ulkan taraqqiyot yo'lini bosib o'tdi.